Mana qizlar, shtapl matoyimizdan mana bunaqa qilib tugmalar yasashni mana ko'rsatib beramiz. Birinchi matoni o'zini qirqib olamiz. Mana bu nasatkani orqa tomonni qo'yib turib, aylantirib, ozgina oshiqchasi bilan kesib olamiz. Juda ham kichkina bo'lib ketsa ham chekalaridan chiqib ketadi. Keyin mana tugmamizda ikki xil nima ishlatiladi. Temir ishlatiladi. Mana bitta tomoni qadaydigan, bitta tomoni oddiy dumaloq. Mana shu dumalog'iga shtapl matoyimizni 2 qavat qilib olamiz. Ikkitani qo'yib, ichiga solib olamiz. Solib, yaxshilab tiqib olamiz chekalarini. Keyin mana nasatkamizni bu tomoniga mana bu tomonni qo'yib olamiz. Mana shu holatda. Mana qizlar, mana shu holatda mana ko'rinmayapti yaxshi. Tugmalarimiz tayyor bo'ladi. Mana orqalari ham chiroyli bo'lib chiqadi.